Paridio Milliyet Külki Sahnesi 1,5 yıllık tayyorlikdan keyin munosabatlik tarmoqlar, kasbiy xodimlar, ustozlarning televiziya programmasi o'lchim bo'yicha tekshirishdan o'tgandan keyin mana endi ko'rsatilish oldida turyapti. Bugun bu nodir programmaning sahna orqasidagi tayyorliklarini bir eslab o'tishni loyiq topdim. Rozaxun Tudaxun öz turmuşida yuz bergan qiziqarli tarbiyaviy ahamiyati bor ishlarni kuzatish, ratlash, tayyorlash va repetitsiya qilish natijasida va tayyorlaganlarni ustoz akamiz Xalmurod Umarning tekshirishi va yaxshi taklif fikrlar bilan yetaklashi natijasida oxiri tayyor qilib bitirdi. Bu jarayonda Abdunum rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasi Al-Nag'michilar jamiyati, shundaqla Xalmurod Umar, Ablat Abdurahim, Umid G'ani, Abdushukur Abdukerim, Abdukim Hasan, Farhod Xo'jaahmad, Yusufjon Qiyum qatorliq o'rin va ustoz akalarimizning yordami va qo'llashiga erishdik. Aldınғы qedimki Milliyet Külki Sahnesi intayin muvaffaqiyatli bo'lib, ko'rurmanlarning olqishiga va yuqori baholarga erishgachga bu qedimki Milliyet Külki Sahnesini aldınғы qedimqidan texmi yaxshi qilish uchun Rozaxun bahtarishdi. Hammaylarni qaqoqlab kuldirib, bosh barmoqni chiqarib, barakallah deygizib mushu kechilikni ro'yobga chiqarish uchun Rozaxun rejissor Sayfiddin bilan birlikda bu repetitsiya zalida qancha kecha kunduzni o'tkazganligini balkim o'zim bilmasligim mumkin. Tomoshabinlarning intizorligi va texmi yaxshi qilishdan iborat besim natijasida Rozaxun necha qitim og'rib qoldi. Kechilikning tayyorligi qishdan yozga, yozdan kuzga ulashdi. Filmning mazmunini yaxshi qilishdan boshqa yana sahna tanlash, kasbiy xodimlar bilan aloqalashish, har xil loyiha, shirkatlar bilan hamkorlashish qatorliq nurg'un ishlar hammalarning tirishchanligida muvaffaqiyatli elib berildi. Paridio Milliyet Külki Sahnesini iqtisodiy jihatdan qo'llagan korxonalarning mas'ullarimi kuchining yetishicha barliq ishlarga hamdamda bo'ldi. 7-8 soat uda ezib ketmay so'zlash oson ish emas. Bu jarayonda tomoshabinlarni to'xtamay kuldirish texmi oson emas. Bu dunyo tarixida oz bo'lishi, hatto yo'q bo'lishi mumkin. Sahnaga tamtirmay chiqish uchun parda orqasida nurg'un ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Eng qisqasi kiyim tanlashmi vaqt va zehn sarf qiladigan bir ish. Erlarning shug'uli biz ayollarga qaraganda oson tugaydi. Biz har bir tafsilotlarga ahamiyat berish uchun program ismining xetining yezilishi haqida dangliq xattat ustoz Niyoz Kerim Sharqiy dadimizdan maslahat so'radik. Tayyorliklar bitib qolganda programma haqida ko'pchilikka uchur berish uchun Paridio Milliyet Külki Sahnesi ko'rurmanlar uchirishini qildik. Bu faoliyatning utuqliq bo'lishida bizning yaqinlarimiz, qadrdon azizlarimiz bak kuch berdi. Faoliyatga bizning hurmatli ustozlarimiz, yaqin san'atkor do'stlarimiz, shundaqla Paridio Milliyet Külki Sahnesining tojdorligini olgan Paridio shirkati, alohida hamkorlashgan Faxriy shirkati va alohida qo'llagan Tashqin guruhining qurg'uvchilari qatnashdi. Paridio Milliyet Külki Sahnesiga munosabatli uchurlarni ko'pchilikka to'liq yetkazdik. Faoliyat Kuychi naq maydon tarqitish kanalida naq maydondan ko'pchilik sunildi. Sahnalar yasilib, jiddiy tayyorlik bosqichiga kirdik.
Hayandaysan Kilpa? Üçüncüsü. Әті суретке алымыз деген күні Розахунның дадысы, апысы, қайнапысы, қайнатысы, ayali, пәрсентлері, дос яранлары və Şinjanның hər qaysı жайлардан келген әзіз mehmanlar Ürümçiге kep болды. Hər az yeni bir mühim xuş xəbərini deb qoyay. Bu nadir programını həmməylənin körəlişi, həmməylənin külüşü üçün Paridio milyard külki səhnəsi barlıq taratqularda haqsız tarqıtılıdı. Mana axiri hayacanlıq gün yetib gəldi. Kütken əziz mehmanlar həmmisi təbəssüm bilən yetib gəldi. Keçilik 8 saat davamlaşqaşqa, qimmatlik vaqtini chiqarib keçilikka qatnashib bergan aziz mehmonlarimizni charchitib qo'ymaslik uchun azroq dam ilish qildik. Bu jarayonda meva-cheva, ichimlik, pishiruq, samsa, mefanlar bilan ajoyib o'zgacha bo'lgan ko'ngillik bir kayfiyat barliqqa keldi. Odatda har qaysi sahnalarda cho'lpon bo'lib chaqnayotgan bu aziz mehmonlarimiz bugungi kunda bir tarafdan jaboliq ajrda ro'yobga chiqqan bu kechilikni va Rozaxunni qo'llash yusidan, yana bir tarafdan kechilikning mazmunining intayin sarxilligidan 8 soat tomoshabin bo'lib o'tirib berdi. Endi Paridio milyard kulki sahnasining tashviqot filmini birlikda ko'rib boqaylik. İnim Rozaxun. Rozaxun. Rozaxun akay. Programın ayeti alışık erişiyotgan programın birsek. Programın yaxshi vücut chiqishini umid qilib. Bir qitim kulsak 10 yil umrimiz uzraydi deydi cho'nglarimiz. Har birimizga kulki xo'shallik har minut har daqiqada yer bo'lsin. Rozaxun og'inamning milliard kulki sahnasini ikkinchi qatimliqni bag'alibni qaytadan minnatdor bo'ldim. Qurdoshlari bo'lish suhbatimiz bilan naq maydonga kelib chavaqlarimiz bilan qo'llash yuzasidan keldim. Rozaxun inem bektirishchan. Bir yo'ldagi do'stim Rozaxun Tudaxunninki. Bugun chuqum Rozaxun kamninki bu milyard sahnasi Kulgili, kulib o'lgili keldim. Bugun cho'qim qiziydi. Dostlarım bereketlik olsun. Bek qiynab bir kulib olay. Biz shundan bek faxrlanib qo'shildik. Rozaxunning to'ko'chosi sog'lom, sifatlik, mukammal va abadiy bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Bugün hammamizni kuldirgili Rozaxun keldi. Paridio milyard kulki sahnasi keldi. Bir mekan mayak kevatadi. To'g'a deb vartı bir tuxum chiqiriblar. Çay içemsiz, kahve içemsiz. Mada bir turuş oldu etganmi? Funksiyalik, stillik karakterden. Benim Töpe Emregül'den Mayık Gan Köynek. Mahmut gelmişler bir işaret etsem, ha Rozaxun yaxshi mafkam deb kendim Afrika yaylaqlarida deydigandeklar. Ya bu Titanik'dan Nurisa özü örüp etmegen bu. Həmədən mən pek hayacanlanğanım. Dadağını apan qışanı baxçı. Bunun dek bir islik katış yok. Parido'da Parizat buqim buq. Ma kalbini götürmek tez doğru. Rozaxun inimnin ifadesini bugünkü muşu sahnedeki talantlarını orlagan mamurlarını görüp intayin təsirlendi.
Sen ko'nglingda arzu qilgan manzillarga İyilik tişleyme. Apağını oyla. Sen muamrak idin bana, men muhem sana. Uyay Peridyon'un gidi. Uyay. 一类脚脚乐，这是我们的优秀的传统文化，我们要保护它，传承它。 Men dadamni yaxshi ko'rma. Jabr cheksan dada. Naq maydonda ko'rish, mush sharpiga muyassar bo'lganimdan intayin xush bo'ldim. Ro'zaxonning faoliyatiga qatnashib bugun chiliqib kulib. Bugun bek hayajonlandim. Bugun naq maydon qatnashib bek hayajonlandim. Bugungi bu Ro'zaxonning bu kechiligi bek yaxshi bo'ldi, menga bek ta'sir qildi. Bugungi milliy sahnasidan bek huzurlandi. Haqiqatan meni naq maydonni ko'rib shunchalik huzurlandim. Birinchi bilakdiki masalan xo'sh xabar degan bo'lsa, ash xo'sh xabar degan ash yezdagi har xil obrazlar mayli opasining, mayli dadasining, cho'ng buvisining, hatto har bir ayol, har bir erlarniki ash obrazi xuddi zodi kinodek bizga mana bir ko'z oldimizga keldi bu. Demak, mana bularning hammasi buni yaratgan yangilik ham. Ro'zaxon elimizningki mushu bir milliard kulka sahnasiningki bundan keyin texmo ro'naq tepishini, taraqqiy qilishini bak umid qilaman. Ro'zaxonning turmushiga texmo utuqlar yor bo'lsin. Enimizningki mush yo'lni to'xtatib qo'ymay, xuvonisi bulab mengishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Adabiyot san'at uchun barlig'ini beg'ishlagan ustozlar daqamda bo'ldi. Taxminan hisoblasak 100 necha personajning obrazini birdan yoritib, o'xshatib bizni bak kuldiribdi Ro'zaxon. Bundan keyin Ro'zaxon ukamning hamma ishlarining g'albilik bo'lishini, programmalarining uzilib qolmay davomli ishlanib turishini tilayman. Ro'zaxon ukamningki kamtar, andan har qanday qilqi o'ziningki mush amaliy turmushida bo'lgan har qanday ish bo'lsin, qilqi shunchalik didiyo deb qo'yamdiq. Sizga bizga shunchalik haqiqiy bir o'zini his qildi. Shuningdan bek huzurlandim. Mana shunday yuqori sifatdagi bir ma'naviy sovg'atni, bir mukammal bir asarni xalqqa taqdim qilishi Ro'zaxonniki ajoyib cho'ng tirishchanlik. Bir yetim Ro'zaxon. Men 7dan saqam 7da o'qiyman. Tashaqqaman. Ya ish olim. Bilan demiş ki tek urushmadinglar debdi.